Demak do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Eren do'stlar. Bilaman kamina. Do'stlar, bugun biz ajoyib mod bo'lgan Jujutsu Kaisen degan modni sinab ko'ramiz do'stlar. Bu ajoyib mod va animatsiyalarga juda to'la. Shaxsan menga bu mod juda yoqdi. Hozir ko'rsataman. Do'stlar, bunda animatsiya, ular har xil animatsiya, chiroyli animatsiyalardan bor do'stlar. Mana bunda faqat animatsiya, balkim kiyimlar ham bor do'stlar. Demak, birinchi hujumga o'tsak ham bo'ladi. Birinchi hujum teleportatsiya va orqadan urish. Ajoyib. Ikkinchi urishni esa Vardinda sinab ko'ramiz do'stlar. Shaxsan bu urish menga juda yoqadi. Animatsiya bilan uradi, kaltaklaydi. Juda ajoyib. Vardin. Ikkinchisi do'stlar, bu Al deb nomlanuvchi mashhur ataka. Do'stlar, Bedrockni ham yo'q qilib yubordi. Uchinchisi esa Agan deb nomlanadi. Hozir ko'rsataman. Hort o'shanaqa ekan bu batal. Demak, boshqa Vardin qo'yamiz do'stlar. Agan energiyasi juda zo'r animatsiya beradi va ikkinchisi ham bor. Hozir bundan bor. Uchinchi ataka cheksiz bo'shliq deb nomlanadi. Ajoyib. To'rtinchi ataka eng zo'r atakalardan do'stlar. Bu animatsiyalar bilan to'la do'stlar. Marhamat, ko'rishingiz mumkin kadrlarni. Jutsuki Juntai, Ao, Jutsuki Hantei, Aka, Kyoshi, Murasaki. Va juda ajoyib animatsiya va juda ajoyib energiya do'stlar. Vardinda o'ynanglar do'stlar. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkinki, qarang. Va mana yerda Bedrockni ham yo'q qilib yubordi do'stlar. Ajoyib. Keyin buning ikkinchi ham anonsi bor. Va bunga minib kerak ekan do'stlar. Ajoyib, to'g'rimi do'stlar? Ajoyib harakatlar va animatsiyalar. Ana ko'rishingiz mumkin va eng zo'r ataka, menga eng yoqadiganlaridan. Jujutsu Kaisenni ko'rganlar buni biladi albatta. Hududni kengaytirish. Va ko'zimizning rangi ham o'zgargan. Bu modda ko'zning rangi ham o'zgaradi do'stlar. Skinda o'zini ko'zi emas. Cheksiz bo'shliqqa chiqyapmiz do'stlar. Koinotga. Va biz keldik do'stlar. Bu ajoyib mod, animatsiyalarga ham to'la. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Sizlarni bilmadim. Buning ham ikkinchi modi ham bor. Agar sizlar menga 4 ta obuna va 5 ta like yoqib bersanglar, buning ikkinchi qismi va ikkinchi modimni ham ko'rsataman do'stlar.
Tak, bu bizni hudud do'stlar. Hozir ko'rsataman. Non olamiz do'stlar. Vardim bilan bir urushib ko'ramiz survivalda. Bu bizni hudud. Vardim hech nima qila olmaydi do'stlar. Mana do'stlar, bunda jon ko'rishingiz mumkin emas. Mana ovqatimdan bilsanglar bo'ladi survivalga o'tganimda. Tak do'stlar. Vardim Dagda bu qamirlar do'stlar. Foydalanib atrofimiz do'stlar. Esa eng kuchli udardan boshlaymiz. Mana ikkinchi atakasi do'stlar. Dahshatli. Emas. O'tiryapti, ishtirok qiladi. Tinga joydan qilib va Varden do'stlar. Hozir kunini ko'rsatamiz. Qochishga ham ulgurish kerak. Endi Vardenni topish qoldi do'stlar. Va ana u. Do'stlar, yana bir gap, bu hududdan men qochib chiqa olmayman. Orqaga teleport bo'lasizlar, bu hudud. Va cheksiz ularning baqirishlariga dosh bermayapti. Keyin hududni yo'q qilamiz. Qilish ham animatsiyalarga boy do'stlar. Hudud yo'q bo'ldi va barnim sayyorlik. Bunday vaziyatlarda qolish kerak. Shunchaki sakrab bitta sakrab qolamiz. Vardim bizdan taqib kelayapti, lekin yetolmayapti. Ko'p vaqtim sevdim. Do'stlar, Varden to'g'ri. Men Vardendan kuchli rahman, lekin urishim kelmayapti. Ancha men vaqt oladi. Chinarsan, Varden meni o'qiyapti. Ya apalarni o'qiyapti do'stlar. Ya apalarni seni. Ochamiz do'stlar, kreativdamiz do'stlar bizlar. Hozir sizlarga cheksiz bo'shliq qalqonini ko'rsataman. Uning uchun bizga skeletonlar kerak do'stlar. Bu ajoyib ataka. Survivaldamiz do'stlar. Kechqurun ham tushirishimiz kerak. Tushdi do'stlar. Non yuvalamiz. O'zgimcha creeperlar ham kelyapti. Cheksiz bo'shliq qalqonini yo'q qilamiz. Mana shunday yoqiladi do'stlar. Va bular bizga hech yo'q qila olmaydi. Qarab turinglar do'stlar. Creeperlar shu joyda qotib qoladidan sal nariroqqa qochishga imkon beradi. U menga yaqinlasha olmaydi ham do'stlar. Men oldiga boraman, u tarilib ketaveradi. Skelet kerak-da do'stlar, hozir sizlarga. Shuni ko'rsatish uchun skeleton kerak bizga. Mana u topildi do'stlar. Qarab turinglar. Bir-birini otib qo'ydi. Mana do'stlar, u havoda uchib turibdi. Qo'chay. Mana do'stlar, skelet tiqani, yana skelet. Mana do'stlar, bu bizga endi hech nima qila olmaydi do'stlar. Voy. O qandaydir yo'q qolyaptimi? Mana do'stlar. O ko'ryapsizlarmi? Havoda chiqib qolmoqda. Oldiga sekin borsak, u ham chiqib yuraveradi. O'zingchi menga bas kelmoqchimiding, a? Bitta udarga yaramaysan, qiz bola. Do'stlar, ajoyib mod Jujutsu Kaisen deb nomlanadi.
Bu modda faqat bitta emas, boshqa Jujutsu anolari ham bor do'stlar. Bu Gojo'niki. Boshqalari ham bor. Bu keyingi qismgacha, keyingi qismlarni ham albatta chiqarishga harakat qilaman.